İzmir sayohatining 4-kuni. Mana İzmir shahri juda keng va juda katta ekan. Bu joylarga shuncha kelib hech kirmagandim. Ajoyib. Kirik Kaya degan do'koni bor ekan bu yerda. Bu yerda anjir va anor, mandarin, apelsin va palma daraxtlari juda ko'p ekilar ekan. Shu qadar ovqatlanadigan joylari ko'pki, men o'yladimki, odamlar shu uyda ovqatlanmasa ham kerak deb o'ylab qoldim. Hozir demak men mehmonxonamdan 15 kilometr uzoqdaman. Chevrolet o'zimga yaxshi ko'rindi. Bu bizda Lacetti 2. Bizda ham bir zamonlar O'zbekistonda ham paydo bo'lib qoldi. Hop. Demak, qarang, shu oyda ham mana bu yerda bittasiga ko'zim tushdi. Mandarin mevalari, apelsin mevalari hali ham bor ekan. Oy. Qarang, shu oyda ham yanvar oyida kelganimda mandarin apelsinlar pishib yotibdi. Demak, shu oyda ham pishib hali daraxtda bor ekan. Bu bilmayman, bir yilda necha marta pishadi bu. Hozir bir turk buni limon dedi, bilmayman, limonga o'xshamaydi, apelsin. Bu daraxtlar tushirayotganimga turklar hayron bo'lib ketyapti. Bu limon, apelsin, mandarin daraxtlari biz uchun noyob daraxtlar hisoblanadi. Ular uchun oddiy daraxt. Petrol ofisi, yoqilg'i quyish shoxobchasi. Demak, otogaz degani o'sha biz metan deb biladigan narsamiz 23.99, 24 lira. Bizning pulda 8000 so'm bo'ladi, 47 lira esa 17 larga yaqin. 17 lar bo'ladi. Demak, benzin 17 so'm, metan gaz esa 8000 so'm ekan. Ajoyib daraxt ekan. Chiroyli daraxt. Bunaqa daraxt nimagadir bu yerda juda ko'p ekilar ekan.